Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. O'zbekiston 24 teleradio kanali dasturlarini dolzarb mavzudagi muloqot bilan davom ettiramiz. Men dastur avvalida doimgidek bir nechta savollar bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Xususiy va davlat notariuslarining farqi nimada? Xususiy notariuslar qanday faoliyat bilan shug'ullana olmaydi? Qanday turdagi notarius xizmatlari elektron tarzda ko'rsatiladi? Agar mudomki shu savollar ham sizga qiziq bo'lsa, demak, suhbatimizga qo'shiling deymiz. Studiyamizga xususiy notarius faoliyati bilan shug'ullanayotgan notariuslar Iroda Mustafoyeva hamda Charoz Razaqolarni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Xush vaqt, rahmat. Teletomoshabinlarimizda ham, radio tinglovchilarimizda ham bir qator savollar bo'lishi tabiiy. Biz yaqin yillarda xususiy va davlat notariuslari degan ikki xil terminga duch keldikda, ularni o'rtasida jiddiy farq bor edi va ma'lum bir muddat xususiy notariuslar faoliyati hattoki to'xtab ham qoldi. Bugun xususiy va davlat notariuslarining farqlari qanchalik qisqardi va qanday farqlar bor? Shu savol bilan suhbatimizni boshlasak. Assalomu alaykum. Yana bir bor ko'rsatuvga taklif qilganingizdan juda ham xursandmiz. Avvalgi notariat bilan hozirgi notariatda tubdan farqi bor. Avvallari davlat notariat idorasi notariusi maqomi bilan xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariusi maqomi bir xil emasdi. Ayrim notariat harakatini rasmiylashtirishdi. Albatta, cheklovlar mavjud edi. Ayniqsa meros masalasida. Meros masalalarida davlat notariat idoralari. Hozirgi kunda davlat notariat idorasi notariuslari bilan xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar bir xil tenglikda notariat harakatlarni amalga oshirib borishadi. Barcha notariat harakatlarni hozirgi kunda hech qanaqa taqiq va cheklovlar mavjud emas. Bir so'z bilan aytishimiz mumkinki, bugun davlat notariuslari va xususiy notariuslar o'rtasida deyarlimi yoki hech qanday farq qolmadimi? Hech qanday farq qolmadi. Avvalambor fuqarolarimizga juda ham katta qulayliklarni olib keldi. Sababi bilasiz, davlat notariat idoralarida cheklov mavjud edi. Ya'ni har bitta okrugda ma'lum bir son jihatida cheklovlar mavjud edi notariuslarni tayinlashda. Hozirgi holatlar bunda holatda cheklovlar mavjud emas. Shu uchun navbatlarni qisqarganligi, fuqarolarga qulayliklar, elektron navbatlar mavjudligi albatta xususiy notariat sohasidagi eng katta yutuqlardan biri deb o'ylaymiz. Davlat va xususiy notarius o'rtasida farq qolmadi deyapmiz. Endi aynan mana shunday meros yoki oldi-sotdi bo'ladimi, shunday bir shartnomalarni rasmiylashtirish jarayonlarida talablar ham bir xilmi, javobgarlik ham bir xilmi? Odamlarda hali ham bir stereotiplar shakllangan bo'lishi mumkin-da, davlat notariusi bu ishonchli degan bir qarashda. Menimcha hozirgi holatda xususiy notariuslarning javobgarligi yana ham davlat notariat idoralariga nisbatan chuqurroq. Sababi notariuslar bevosita o'zini mulki bilan javob beradi. Ya'ni qanaqadir notariat harakatlarini moddiy tarafdan fuqarolarga yoki yuridik shaxslarga zarar yetganida notarius o'zini mulki doirasida javobgar bo'ladi va uni faoliyati sug'urtalandi. Shuning uchun meni fikrimcha xususiy notariuslarni yana ham javobgarligi davlat notariat idoralariga nisbatan chuqurroq. Va shunday bo'lishi ham kerak albatta. Davlat notarial palatasi tuzildi, Iroda opa. Aynan mana shu notarial palata xususiy notariuslarga ham bir amaliy ko'mak va yordamlar beradimi? O'zbekiston Respublikasi notarial palatamizda mavjud bo'lib, ushbu notarial palata tomonidan har 6 oy davomida seminarlar, hozirgi kunda barchamizga ma'lum Zoom aloqasi orqali seminarlar o'tkaziladi. Notariuslarga oxirgi kiritilgan o'zgartirishlar, yangiliklar haqida, notariuslar tomonidan amalga oshirilgan o'sha notarial harakatlarni statistikasi bo'yicha yo'l qo'yilgan kamchiliklar haqida seminarlar, har xil mashg'ulotlar olib o'tiladi. Bundan tashqari notarial harakat agar sal murakkabroq bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi notarial palatamizda maxsus maslahatchilarimiz bor. Ushbu maslahatchilarimizga murojaat qilamiz. Ushbu maslahatchilar bilan notarial harakatni murakkabligi bo'yicha maslahat olib, loyihalarni tayyorlashda albatta doim bizga amaliy yordam ko'rsatib kelishadi. Davlatimiz rahbari huzurida 5-sentyabr kuni adliya tizimidagi davlat xizmatlarini kengaytirish chora-tadbirlariga oid taqdimot bo'lib o'tdi va o'sha taqdimotdan keyin O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Notariat institutini yanada rivojlantirish hamda sohaga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilindi va ushbu qaror bilan juda ko'plab yangiliklar joriy etilmoqda. Qarorning eng muhim jihatlaridan biri 2026-yil 1-martdan bazaviy hisoblash miqdorining 1000 barobarigacha bo'lgan nizosiz ishlar sudlardan endi notariuslarga o'tkazilyapti-da. Nima uchun bu amaliyot joriy etilyapti? Bu ertaga nima beradi? Avvalambor bu fuqarolarga
yengillik tug'dirish maqsadida joriy etilgan. Bundan tashqari barchamizga ma'lum, barcha sud idoralarida o'zi shundoq ham ish hajmi ko'p. Ular Sudyalar yetishilyapti. nafaqat ijro ishlari yuzasidan, balki boshqa harakatlar bo'yicha ham ishlarni ko'rib o'tishadi. Ularni ham ish hajmini yengillashtirish maqsadida joriy etilgan. Endigi kunda 2026-yil 1-martdan boshlab notarial tasdiqlangan bitimlar bo'yicha, bundan tashqari yozma bitimlar bo'yicha notariuslarga ijro yozuvini yozib berish jarayoni mana yo'l qo'yiladi. Bu degani fuqaroviy nizolari bo'lmagan, notarial tasdiqlangan bitimlar bo'yicha shartnomani majburiyatini bajarish maqsadida garov ta'minotida taqdim etilgan ko'char mulklarga nisbatan endi notariuslar tomonidan ijro xatlari yozilishi mumkin. Bundan tashqari kommunal tashkilotlar bo'yicha qarzdorliklar yoki bo'lmasam xususiy uy-joy mulkdorlar shirkatiga doimiy to'lab boriladigan badallar bo'yicha to'lanadigan qarzdorliklar bo'yicha undiriladigan hujjatlar yuzasidan ham ijro yozuvlarini yozish jarayoni joriy etiladi. Ya'ni o'sha notarius tomonidan tayinlangan yoki belgilangan hujjat to'g'ridan-to'g'ri majburiy ijroga yo'naltiriladimi? Ijro xatlari oldin ham yozilgan. Bu yangilik emas. Lekin bu qaror bilan yana ham ijro xatlarini yozish ko'lami kengayganligini bildiradi. Bu albatta buni eng asosiy yengilligi albatta sudlarga yuklamalarni kamayishi. Sababi bu shundoq ham nizosiz talablar, bu isbotlangan holat hisoblanadi. Davlatimiz rahbarining qarori bilan notariuslar lavozimiga tayinlash bo'yicha tanlov va xususiy notarial faoliyat bilan shug'ullanadigan huquqni berish bo'yicha malaka imtihoni o'rniga axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalangan holda 2 bosqichdan iborat bo'lgan yagona tanlov tartibi joriy etilyapti-da. Menimcha bu bilan notariuslarni lavozimiga tayinlash bo'yicha mavjud tartiblar ham soddalashadi, to'g'rimi? Mas'uliyat oshadi. Ana endi nafaqatgina nazariy bilimlar, balki amaliy bilimlar ikkinchi bosqichida o'sha bevosita talabgorlarni amaliy qanaqadir kazusi beriladi. Notariuslar har kuni o'zingiz bilasiz, fuqarolar murojaat qilganda yechamiz o'sha kazuslarni fuqarolar bilan birgalikda qonunchilikka tayangan holda ana shunaqa holatlarda talabgorlar nafaqat nazariy bilimlarni, balki aynan o'sha kazuslarni yechish va qanaqadir notarial harakatni loyihasini tayyorlagan holda, sababi notarius litsenziyasini olgandan keyin u notariuslikka kirishganda men yangi notariusman, hali tajribam yo'q deyishga haqqi yo'q. U notariusmi bo'ldi, u ishga kirishadi, u fuqarolarni muammolarini yechadi, notarial harakatlar amalga oshiradi, to'g'ri maslahatlar berishga majbur. Shuning uchun mana shu ikkinchi bosqichdagi, ya'ni nafaqat nazariy, balki amaliy bilimlarni sinash, notariuslarni bevosita notarial harakatlarni amalga oshirish kirishganda hech qanaqa shak shubhasiz o'zlarini vazifalarini bajarishlariga ishonch bildirilganligi. Bu xoh xususiy bo'lsin, xoh davlat notariusi bo'lsin, bir xil talabmi yuradi? Xuddi shunaqa. Yana bundan tashqari yana bitta qo'yilgan talab, endilikda davlat notarial idorasi notarius lavozimiga yoki bo'lmasam xususiy amaliyot bilan shug'ullanish huquqini beruvchi litsenziyani olish uchun hujjatlar topshirgan talabgorlar endi yuridik kadrlarni tayyorlash, malakasini oshirish institutida maxsus kurslardan o'tgan shaxsligini endi notarius lavozimiga hujjatlar topshirishi mumkin. Aynan qarorda yana bir jihatga 2026-yil 1-apreldan boshlab O'zbekiston Respublikasida notarius lavozimida bo'lishning eng yuqori yosh chegarasi 65 yoshdan 70 yoshga oshirilyapti. Bu nima uchun bunday talab qo'yilyapti? O'zi nima uchun cheklovdan o'zi maqsad nima edi o'zi? Mana shunday cheklov qo'yishdan. Endi baribir bilasiz, notarius lavozimida 65 yosh qo'yilgandi cheklov, ana endi 70 yoshga ko'tarildi. 5 yoshga. Ha, ko'tarildi. Endi buni asosiy sababi nimada? Notariuslar bilasiz, yillar davomida malaka yig'ishadi. Amaliyotda har xil holatlar bo'ladi. Ana ularni tajribasi, ularni bilimi, ularni salohiyati yillar davomida oshadi. Vaqti kelib mana shunaqa ustoz notariuslar degan tushuncha bor. Mana biz yosh notariuslar orasida to'g'ri yillar davomida malakamiz qaysidir holatlarda yetadi, qaysidir holatlarda qanaqadir nizoli yo bir muammo kazuslar uchragan paytida albatta biz mana yuqorida kasbdoshim aytdilar, notarial palataga undan tashqari o'zimizni malakali ustozlarimizga murojaat qilamiz. Ana o'shanaqa holatlarda o'zlarini bilim tajribalari bilan notariuslar bo'lishadi. Shu masalada menimcha 70 yosh
fuqarolar uchun yaxshi yosh, ya'ni hali bilim tajribalar bor, amaliyotda ko'nikmalari ko'p, shuning uchun yosh notariuslarga ham o'zlarini bilimlarini bo'lishib, hamkorlikda faoliyat yuritishadi. Rahmat. Aynan aqliy faoliyat bilan shug'ullanayotgan insonlar, men Jek Londonda bir gapini juda ko'p eslayman-da, aytadiki, ikki xil faoliyat turi bor, aqliy va jismoniy. Jismoniy mehnat bilan shug'ullanayotgan odam 50 yoshdan keyin kuch orqaga qaytadi. Endi uni imkoniyatlari cheklana boshlaydi. Aqliy mehnat bilan shug'ullanayotgan odamlarning esa aqliy faoliyati endi sermas'ul bo'la boshlaydi. Ular qimmatli kadrlarga aylana boshlaydi deyiladi-da. Biz ham mana shunday nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, 70 yoshdir, 80 yosh, 90 yoshda ham hattoki dars berayotgan professorlar bor. Menimcha bu yosh hali aniq bir cheklov darajasi ham bo'lmasa kerak. Iroda opa, nima deysiz? To'g'ri, hamkasb gaplariga, yuqorida aytib o'tgan gaplarga barchasiga qo'shilaman. 65 yoshga qarshi oldi degani bo'ldi. Bu endi ishga yaroqli emas degan holat emas, chunki notariusda 65 yoshga kirgan bo'lsa ham juda ham nima deydi, aqliy jihatdan, bilim jihatdan juda ham yuqori cho'qqilarga ega bo'lishi mumkin. Endi 65 yoshga qarshi olgan notarius O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Oliy malaka komissiyasidan maxsus suhbatdan o'tkaziladi. Suhbatdan o'tkazilgandan keyin 70 yoshgacha bemalol endi notarial harakatlar bo'yicha notarius lavozimida o'zini faoliyatini amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Raqamlashtirish jarayonlari bugun notariat tizimida ham jadal davom etyapti. Ushbu qarorda ham bir qancha xizmatlarni notarius avtomatlashtirilgan axborot tizimiga majburiy yuklash orqali fuqarolardan ko'plab hujjatlarni talab qilish, ko'plab amaliyotlarni notarial idoraga kelmasdan turib ham hattoki bajarish imkoniyatlari berilyapti. To'g'rimi, Iroda opa? Avvallari ko'chmas mulklar bilan bog'liq bo'lgan, misol tariqasida aytadigan bo'lsak, ko'chmas mulklar bilan bog'liq bo'lgan notarial harakatlarni rasmiylashtirishda bir qancha hujjatlar ro'yxati bo'yicha hujjatlar talab etilardi. Men o'zim aynan shu notariat sohasiga birinchi ish faoliyatini, ya'ni notarius stajyori lavozimiga kelgan paytimda ham fuqarolar kelishardi, maslahat olishardi, ularga hujjatlarning ro'yxatlarini berardik. Ushbu ro'yxatlar bo'yicha barcha hujjatlarni yig'ib kelishardi. Hujjatlarni yig'ib kelishgandan keyin hujjatlarni qarab, ro'yxat bo'yicha barchasini olishni o'zim uchun belgi qilib qo'yardim. Endi ish o'rganayotgan paytim bo'lgan u paytda. Barcha kommunal tashkilotlardan qarzdorligi bor yo'liga nisbatan ma'lumotnomalar talab etilardi. Bundan tashqari, yuqorida aytib o'tganimizdek, ko'chmas mulk bilan bog'liq bo'lgan notarial harakatlarni rasmiylashtirishda mulkka nisbatan qandaydir taqiq cheklovlar bormi, yo'qmi, ushbu haqida ma'lumotnomalar talab qilinardi. Ushbu ma'lumotnomalar avvallari har bir hududda birinchi son davlat notarial idorasi mavjud bo'lardi. Notarial kontora deylarmi? Aynan o'sha notarial idoraga mas'uliyat yuklatilgan bo'lardi. Barcha baza o'sha idorada saqlanardi. O'sha idora orqaligina ushbu mulkka nisbatan yoki avtotransport vositasi bo'ladimi, ko'chmas mulk bo'ladimi, faqat o'sha baza orqali tekshirilardi. U notarial idorada ish hajmi ham juda ham yuqori bo'lgan, chunki ular respublika bo'yicha murojaat qilgan barcha so'rovnomalar bo'yicha taqiqlar bor yo'qligini tekshirishardi. Lekin 2017-yildan bizning sohamizga ancha o'zgartirishda yengilliklar kiritildi. Hozirgi kunda endi barcha notarial idoralar tomonidan ushbu notarius avtomatlashtirilgan axborot tizimi, notarius AAT tizimi deymiz. Ushbu tizimi barcha notarial idoraning notariuslariga, ya'ni maxsus kompyuter moslamalarga o'rnatib berildi. Endi barcha notariuslar ushbu tizim orqali faoliyat yuritib boradi. Endi hozirgi kunda barcha mana yuqorida aytib o'tganimdek kommunal tashkilotlardan qarzdorliklar bor yoki yo'qligi to'g'risida ma'lumotnomalar, bundan tashqari mulklarga nisbatan taqiq cheklovlar bor yo'qligi to'g'risida ma'lumotnomalar barchasi shu tizim orqali tekshirilish jarayoni yo'lga qo'yildi. Rahmat. Mana bugun sudda ham fuqarolar hattoki sud idorasiga kelmasdan turib masofadan sud majlislarida qatnashyapti. Davlat xizmatlaridan foydalanyapmiz barchamiz. Ayni shu jarayonlar notarial idoralarda ham jadallashyapti. Misol uchun ko'p holatlarda duch kelamiz. Kimnidir, qaysidir yaqin qarindoshi xorijda yashaydi, lekin umumiy uni meros huquqi bo'lgan mulkni sotmoqchi bu. Ana shunday holatlarda uning ham roziligi talab etiladi. Shunday paytda O'zbekiston Respublikasiga kelmasdan ham notarial idorada qandaydir bir elektron masofadan turib ham mana shunday hujjatlarni rasmiylashtirish imkoniyatlari bormi bugun?
Hozirgi holatimizda 15 ga yaqin notarial harakatlar onlayn amalga oshirilmoqda, ya'ni video konferensiya aloqa orqali amalga oshirilmoqda. Bu jarayon e-notarius.uz sayti orqali yoki bevosita notarius o'zi ATT notarius avtomatlashtirilgan tizim orqali ma'lumotlar kiritgan holda amalga oshirilmoqda. Boya aytganingizdek, merosdan voz kechish arizalari ham onlayn tarzda amalga oshirilmoqda. Bu jarayon nisbatan juda ham oson, ayniqsa chet elda bo'lgan fuqarolar uchun juda ham katta qulayliklar amalga oshirildi. Sababi oldinlari o'zingiz bilasiz, chet eldagi fuqaro yoki O'zbekiston elchixonasiga bevosita murojaat qilishi yoki o'sha mamlakatdagi notarial idoraga murojaat qilish kerak bo'lardi. Boshqa chet ellardagi joylashgan notariuslarga murojaat qilganda apostil shtamplari urdirish talab qilinardi. Haqiqiylikdan tasdiqlovchi. Xullas jarayon og'ir, qiyin, vaqt, katta mablag' talab qilinardi. Hozirgi holatda bu juda ham katta qulayliklar yaratildi fuqarolarga bevosita o'sha boya aytib o'tgan saytim orqali yoki mana notarius o'zi bevosita o'zini tizim orqali ma'lumot kiritilib, fuqarolarga o'sha kirish uchun silka yuboriladi telefon raqamlariga. Ana o'sha silka orqali xorijdagi fuqarolarimiz kirib, notarius bilan yuzma-yuz video konferensiya orqali aloqa o'rnatishadi. Ularning haqiqiyligi ham bir tasdiqlanadimi, kafolatlanadimi? Ko'p fuqarolarimiz video konferensiya orqali aloqa deganda telefon yoki telegram orqali video konferensiya deb tushunishadi. Telefon qiling, telegram orqali yoki imo yoki mana WhatsApp orqali telefon qiling, shunaqa ekan-ku deb tushunishadi. Ozgina men tushuntirish berib o'tmoqchi edim. Bu qiyinroq jarayon. Sababi silka har qanaqa fuqaroga borishi mumkin. Unda telefon raqamlari kiritiladi, borishi mumkin, lekin u aslida qiyin jarayon. Sababi bevosita fuqaro notarius huzuriga kelganda notarius qiladigan ishi, ya'ni fuqaroni shaxsini aniqlashi, uni shu ya'ni shaxsni tasdiqlovchi hujjatdagi fuqaro aynan o'shaligini biz tekshiramiz. Fuqaro bevosita yonimizga, huzurimizga kelgan paytda. Ana endi bu vazifa ana o'sha autentifikatsiya, ya'ni Face ID degan tizim orqali yuklatilgan bo'ladi shu tizimga. Unaqa holatda silka borgan taqdirda fuqaro shunda kirib ketmaydi. Fuqarolar o'ylaydiki, silka keldimi, bo'ldi, kirib ketiladi. Yo'q, unaqa jarayon murakkabroq. U jarayonda fuqaro o'zini shaxsini tasdiqlovchi hujjati to'liq ma'lumotini kiritiladi. Keyingi holat bu Face ID dan, ya'ni identifikatsiyadan o'tish kerak. Agar fuqaro kamera orqali Face ID dan identifikatsiyadan o'ta olmasa, tizim rad javobini beradi. Notarius suhbati amalga oshirilgan jarayon video fiksatsiya orqali amalga oshiriladi. Video yozuvlar bevosita o'sha tizimda saqlanadi. Hamkasbim gaplariga ozgina qo'shimcha qilmoqchiman. Hozirgi kunda video konferensiya orqali notarial harakat rasmiylashtirish faqat O'zbekiston Respublikasi fuqarolarigagina berilgan. To'g'ri. Masalan, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi o'zimizning fuqaro bo'lib, lekin chet elga ko'chib ketib, lekin hozirgi kunda chet davlatini fuqaroligini olgan holatlarda bo'lsa, unaqa holatlarda onlayn tarzda murojaat qila olmaydi. Faqat o'zimizning O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi, O'zbekiston Respublikasi o'sha ID kartasi yoki biometrik pasportiga ega bo'lgan shaxslar tomondangina amalga oshirilishi mumkin. Mana shunday hujjatlarda ham bir xalqaro kelishuvlar ham bormi? Misol uchun o'sha chet el fuqarosi bo'lib ketgan bizni sobiq yurtdoshimiz, O'zbekiston vatandoshi bir yoqdagi notariuslar tomonidan taqdim etilgan hujjatni bizga yuborsa, o'zaro tan olish, shunga o'xshash bitimlarimiz deyman. Bor. Albatta chet el fuqarolarida rasmiylashtirilgan hujjatlarni biz qabul qilamiz. Endi ikki xil kelishuv bor. Kishinyov-Minsk kelishuv konvensiyasi. MDH davlatlari bo'yicha. MDH davlatlari orasida va Gaga kelishuvi. Ana Gaga kelishuvidagi mamlakat ishtirokchilari tomonidan, ya'ni o'sha notarius tomonidan amalga oshirilgan hujjatlarga biz legalizatsiya yoki apostil shtampini talab qilamiz. Ya'ni o'sha haqiqatan ham ushbu notarius mavjudligi, hujjat haqiqiyligini tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. Minsk va Kishinyov kelishuvdagi, ya'ni MDH davlatlar ishtirokchilari tomonidan amalga oshirilgan notarial harakatlarni notariuslar, ya'ni O'zbekiston notariuslari bevosita to'g'ridan-to'g'ri qabul qilamiz. Qo'shimcha qanaqadir hujjatlar talab qilinmaydi. Rahmat. Mana shu hujjatda bir jihat 16 ta olis chekka hududlar uchun notarius to'g'ridan-to'g'ri suhbat asosida tayinlanadi, deyapti-da Erodov. Bu boshqa hududlardagi qaraganda alohida imtiyoz berilyapti. Nima uchun? Buning sabablari nima deydi? O'zi nomi bilan ma'lum, xususiy notarius bo'lgandan keyin u har bir xodimlarini o'zi
maosh ishga beradi, qabul qiladi, unga maosh o'zi kommunal beradi. xizmatlarni to'laydi. Bino inshooti, o'zini bino inshooti mavjud bo'lsa, o'zini bino inshooti yoki bo'lmasam boshqa biron bir tashkilotdan bino inshooti ijaraga oladi. Ijara haqqi deymiz. Ijtimoiy soliq, daromad solig'i to'lovlari, bundan tashqari o'ziga oylik chiqarish foyda olish kerak. Ya'ni chekka hududlarda shu o'zini o'zi qoplolmaydigan hududlar mavjud. Ushbu hududlar ro'yxatlari belgilab berildi. Endi o'sha olis hududlarda davlat notarial idorasi notarius lavozimiga tayinlashda yuqorida aytib o'tganimizdek bosqichdan tanlovda ishtirok etmasdan faqat o'sha Adliya vazirligimiz huzuridagi malaka komissiyasi, Oliy malaka komissiyasi tomonidan suhbatdan o'tgan shaxslar notarius lavozimiga tayinlanishi mumkin. Ushbu chekka hududlarimizdan masalan misol qilib aytadigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasida Bo'zatov tumani, Mo'ynoq tumanlari mavjud. Markazdan juda uzoq tumanlar. Juda ham chekka hududlar hisoblanadi. Masalan, Andijon viloyatida Ulug'nor degan tuman mavjud, ushbu tuman. Buxoro viloyatida Dehqonobod tumani. Talabgorlarni jalb qilish bir usuli. Bu ham bir imkoniyat, to'g'rimi? Albatta. Markazda hali uni tajribasi yetarli emas yoki qandaydir bilimi hali kamlik qilyapti. Shunday paytda o'sha chekka hududga borib, notarial idorada ishlab, tajriba orttirib, keyin faoliyatini kengaytirish uchun yosh notariuslar uchun bir imkoniyat ekanda. Buni asosiy maqsadi fuqarolarga qulaylik keltirish. Sababi chet hududlarda fuqarolar yo'q degani emas-ku. Ularga ham notarial harakatni amalga oshirish zarur. Ular qaysidir arzimagan notarial harakatlarni amalga oshirish uchun kilometr yo'l, nechadir kilometr yo'l bosib o'tib, o'sha notariusga bevosita murojaat qilishlariga to'g'ri keladi. Bu aynan notariuslarga ham qulaylik va fuqarolar uchun ham o'sha qulay imkoniyatlarni yaratish usullaridan biri deb o'ylayman. Bizga ajratilgan vaqt nihoyalab boryapti. Dasturimizdagi ishtiroki uchun xususiy notariuslar Iroda Mustafoyeva hamda Charos Razoqovalarga rahmat aytamiz. Muhtaram teletomoshabinlar, siz bilan keyingi dasturlarga qadar xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.